Ya mayli, nima tozalamayapti? Nega tozalamagansiz? Hokimning fuqaro xonadoniga tashrifi janjalga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda hokimning ayol kishidan biror muammosi bor yo'qligi yoki yordam kerakligi haqida so'ramasdan, uning uyidagi tartibsizlik, yuvilmagan idishlar, chang va boshqa maishiy narsalarga e'tibor qaratib, xonadonni ko'zdan kechira boshlagan aks etgan video tarqaldi. Kadrda mansabdor shaxsning xonalar aylanib, siz umuman ayol kishimisiz? Qanday qilib bunday yashash mumkin deyotganini ko'rish mumkin. Keyinchalik bu tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan. Tarmoq foydalanuvchilari uning xonadon sohibasining turmush tarzini muhokama qilishga va uning uyiga bunday tarzda kirishga haqli bo'lmagani haqida tortishmoqda. Ya mayli, nima tozalamayapti? Nega tozalamagansiz? Hokimning fuqaro xonadoniga tashrifi janjalga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda hokimning ayol kishidan biror muammosi bor yo'qligi yoki yordam kerakligi haqida so'ramasdan, uning uyidagi tartibsizlik, yuvilmagan idishlar, chang va boshqa maishiy narsalarga e'tibor qaratib, xonadonni ko'zdan kechira boshlagan aks etgan video tarqaldi. Kadrda mansabdor shaxsning xonalar aylanib, siz umuman ayol kishimisiz? Qanday qilib bunday yashash mumkin deyotganini ko'rish mumkin. Keyinchalik bu tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan. Tarmoq foydalanuvchilari uning xonadon sohibasining turmush tarzini muhokama qilishga va uning uyiga bunday tarzda kirishga haqli bo'lmagani haqida tortishmoqda.